Assalomu alaykum. Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Koinot qonunlari, ya'ni pul oqimiga ulanamiz kurslaridan parchalar bor. Demak, birinchi darsimni o'tib oldim. Sizlarga 5 ta darslikni bepul taqdim etaman va Xudo xolasa like bosgan va podpiska bo'lib, meni doim kuzatib boradigan obunachilarim uchun sotuvda bor boshqa kurslarni ham beraman agarda meni direktimdan yozishsa. Demak, pul oqimiga ulanamiz. Biz qanday qilib ulanishni bilib olishimiz kerak. Birinchi navbatda men doim aytaman, Alloh bu yaratuvchi va bizni yaratgan, koinotni ham, qonunlarni ham, har bir narsani yaratgan Alloh. Albatta, namozlarimizni o'qib, istig'forlarimizni aytib, Allohimdan kechirim so'rab, har bitta inson qanaqa inson bo'lmagan, hech qaysi guvoh bo'lmagan taqdirda ham Alloh bor tepada deb Allohdan qo'rqib yuradigan insonlarda yuragi pok bo'ladi va pul oqimiga ulanishi, mehr muhabbat, munosabat nima yo'nalishda bo'lsa ham ularni hayoti nisbatan boshqa birovlarnikiga nisbatan osonroq kechadi. Mana shu uchun ham birinchi navbatda qalbingizni poklab olishga harakat qilishingiz kerak. Va men birinchi darsimga aytib o'tganimdek, bizni ong ostimiz himoya qiladi. Chunki Alloh shunday yaratgan, har bir insonni ong osti mana shu inson uchun butun dunyo bilan kerak bo'lsa kurashib, u o'sha insonni himoya qiladi. Jazo berish uchun emas, shunchaki uni himoya qilish uchun va mana shu qonunlarni bilmaganimiz uchun ham biz jazo deb o'ylaydigan ba'zi bir programmalarimiz bor. Demak, biz men oyiga $1000 topmoqchiman va bu agar men oyiga $1000 topadigan bo'lsam, menga nima yomon tomonlari bor, meni nimadan himoya qilyapsan deb ong ostingizga savol berasiz va daftarga bitta-bitta yozib chiqasiz. Esingizdan chiqarmang, har bitta o'tgan bilimingizni sinab ko'rishga harakat qiling, chunki ong ostingiz yo'lini bildi. Siz oyiga $1000 olmoqchisiz, topmoqchisiz, lekin buni bajarmayapsiz. Sizga ong ostingiz bajarishingiz uchun любой variantni tortib beraveradi. Mana shuni bajargunizcha qo'ymaydi. Shu uchun harakat qiling. Siz boshqa narsaga o'ylab ketasiz, ichiga kirib ketaverasiz, qarzga kirib ketasiz, boshqa narsaga kirib ketasiz. Shu sababdan iloji boricha biroz bo'lsa ham bajarishga harakat qiling. Eng asosiysi bajarish yoki boshqa narsa emas. Eng asosiysi anglash, tushunib yetish, qabul qilish, tan olish. Mana shu narsani esingizdan chiqarmang. Ba'zi insonlar tan olishga, qabul qilishga tayyor bo'ladi, ba'zi bir insonlar tayyor bo'lmaydi. Ular yozsa ham qalbini chetida bir nimadir turtib turadi. No, ular tayyor emas hali qabul qilishga yoki hali bilimi yetmaydi ularni qabul qilishga, bu narsani ko'tara olmaydi. Shu uchun ham to'xtamasdan bilib olishga harakat qiling. Demak, biz yozib chiqdik nima yomon tomonlari borligini. Yozib chiqqanimizdan keyin har bitta yozilgan o'sha, masalan, men sizga misol qilib aytaman, men agar oyiga $1000 topadigan bo'lsam, $1000 topish uchun inson juda ham ko'p mehnat qilishi kerak. Men va xohlagan paytimda dam ola olmayman. Meni asosiy dam olishim, energiyam, xursandchiligim bu uyqudan. Shunaqa insonlar bor. Uyqudan deb chiqadi, masalan-da. Chiqadi va siz bu narsaga javoban aytishingiz mumkin. Men oyiga $1000 topsam ham uyqudan ham hayotdan zavqlana olaman. Faqatgina uyqudan zavq olish uchun men hayotda qiynalib yashashim yoki $1000 topmay yurishim shart emas degan tushunchani ong ostingizga singdiring, tushunib olsin. Unga ikkinchi yo'lni ko'rsating. Ong ostingizga faqat tuz berib shakarni ko'rsatmagansiz. U shakar bilan tuzni ko'rib qaysi bir yaxshiligini ajrata olmaydi. Siz unga faqatgina tuz yaxshi deb kelavergansiz, shakarni borligini ham bilmaydi. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Siz unga ikkita variant bering. Bunisidan yaxshiroq deng. U tushunsin. Demak, meni egamga, mana shu insonga desin, bu yo'nalishdan ko'ra bu yo'nalish yaxshiroq ekan. Bu shuni xohlayapti desin. Nimani xohlayotganingizni ong ostingizga ko'rsatib berishingiz shart. Va bu kerak bo'lsa yozish bilan, kerak bo'lsa anglash bilan, kerak bo'lsa 2-3 marotaba texnikalari bilan amalga oshirilishi kerak. Ong ostingiz anglab yetishi shart.
qachonki anglab yetdi, shu informatsiyani qabul qildi, ichiga kirdi va programma qilib o'rnatib oldi, u dars ketaveradi. Mana shu programma yordamida har bitta sizni himoya qilayotgan minus salbiy fikrlarni ijobiy fikrlarga o'zgartirasiz. Mana shunday bo'lib yashashim shart emas, mana bunday qilsam ham bo'ladi degan variantni ko'rsatib berasiz ongostingizga. Va ikkinchi praktika deb yozasiz. Tak man oyiga, любойni qilishingiz mumkin. Faqat oyiga $1000 emas, oyiga $2000, $3000 yozishingiz mumkin. Siz topayotgan daromadingizga qarab yoki man alohida ko'chib chiqib ketsam nima bo'ladi, man uy olsam nima bo'ladi yoki erim bilan munosabatimiz yaxshi bo'lsa nima bo'ladi. Sizda nima muammo bor, muammoingizni yozing. Yozingda nimadan himoya qilayotganini bilib oling. Sen menga himoya qilishi как раз mana shu vaziyatni keltirishing shart emas, menga bu vaziyatni keltirsang ham bo'laveradi deb unga yo'l yo'riq ko'rsating. Va ikkinchisi, agar men deng, masalan, men misol qilib ko'rsatyapman, siz o'zingizni muammoingizni yozasiz. Agar men oyiga $1000 topmoqchi bo'lsam, menga nima yaxshi tomonlari bor? Ongostingizga ko'rsatib bering nima yaxshi tomonlari borligini. O'tirasiz, yozasiz. Masalan, siz hozir oyiga 1 million topayotgandirsiz, 2 million topayotgandirsiz. Может, hozir siz $2000, $3000 topayotgandirsiz. $10,000 yozishingiz kerakdir. Bitta yozasiz. Agar men oyiga $1000 topadigan bo'lsam, avvalgidan yanada yaxshiroq yashayman. Avvalgidanda yanada o'zimga e'tibor berishni, baxtli bo'lishni boshlayman. Mana shunaqa qilishni boshlayman. Men bunaqa qilaman. Farzandlarimga men bob beraman. O'zimga sayohatlarga chiqaman. Qoinot qonunlarini bir tomoni bor. Siz o'zingizga ravo ko'rmaguningizcha sizga hech kim ravo ko'rmaydi. Bu sizni aksingiz. Bu dunyo sizni aksingiz. Shu narsani tushunib oling. Siz o'zingizga mana shu $1000 pulda hech bo'lmaganda $500 o'zingizga sarflashga ko'zingiz qiymayaptimi? Sizga hech kim sarflashga qo'ymaydi. Siz aytasiz, shunaqa-da, men sarflamoqchi bo'laman, lekin erim ruxsat bermaydi, bolalarimdan ortmaydi. Siz o'zingizga ruxsat bermaganingizdan keyin ular aks sifatida sizga ruxsat bermaydi. Sen o'zingga ruxsat bermayapsan deydi. Siz ichingizdagini ko'rsatib beradi. Ongostingiz shunaqa aqlli, shuni bilib oling. Siz ichingizda nimalar aylanyapti, qanaqa fikrlar, o'zingizga qanaqa munosabatdasiz, atrofingizga qarab ko'ring. O'zingizga bo'lgan munosabatingizni, sizga qanday munosabatda bo'lishayotgan bo'lsa, siz o'zingizga munosabatingiz shunaqa. Siz ichingizdagi meningizga munosabatingiz shunaqa. Va agarda siz o'zingizga pul sarflamas ekansiz, pul kelmaydi. Pul o'zingizga sarflaganingizda, undan energiya olganingizda, undan mazza qilganingizda keladi. Agar bolalaringizga berib mazza qilsangiz qiling, bering bolalarga. Faqatgina o'zingizdan ortib bering. O'zingizga hech narsa olmasdan faqat bolalarga qilmay, faqat bolalaringizga qilgan paytingizda siz mazza qila olmay qolasiz. Nega men faqat bolalarimga qilishim kerak, erim qilmaydi, men qilishim kerak, erim mazza qilib yeydi yoki men ola olmadim, kerak bo'lganda qila olmadim. Ongostingizda senga nima keragi bor deydi. O'zingga ishlatmayapsan pul, sangiz pul nima keragi bor? Sen o'sha kelayotgan puldan mazza qilmaysan. Sen o'sha kelayotgan puldan energiya olmaysan va menga energiya bermaysan, men harakat qilmayman deydi. Va ko'pchilik ayollarni o'ylashi bo'yicha, endi men ko'pchilik auditoriyam ayollar bo'lgani uchun ayollarga aytaman. Agar men ko'p pul topib kelsam, erim tashlab qo'yadi. Pul topmay qo'yadi. Men erkaklikni o'zim yelkamga ortib olaman degan qo'rquvlar bor. Va xuddi shunaqa ham qilishadi. Chunki ular o'ziga shu narsaga ruxsat berib qo'yishgan. Mana shu narsalarni yechingda tushunish kerak, anglang. Sizda masalan $1000 topsam, mana shunaqa bo'ladi. Menda mashaqa ko'nay olaman, o'zingizga narsa обязательно yozing. Har birida o'zingizga kerakli bo'lgan. Sayohatga chiqaman deng, qo'rqmang. Nima uchun siz o'zingizga sayohatga ruxsat bermayapsiz? Sayohatga ruxsat bering, hamma sizga ruxsat beradi. Allohda bor-ku, boyligi ko'p beraman desa, masalan, millionta insonni boyligini bir qilib bitta insonga berib qo'yadi.
Allohga hamma narsa oson. 1 soniyada berishingiz. Faqatgina siz ongozingiz yordamida, ichki meningiz yordamida Allohga yetkazing. Omin qilib, ichingiz to'la g'azab, hasad, menga mana bunaqa qil, mana bunaqa qil deyish bilan hech narsa bitmaydi. Ko'nglingizni poklab olishingiz kerak va anglab olishingiz kerak. Demak, ong osti Alloh bilan bog'lanadi. Bizani Alloh bilan bog'lovchi bu ong ostimiz va ong ostimiz qancha toza bo'ladigan bo'lsa, qancha pok bo'ladigan bo'lsa, Alloh bilan shuncha yaqin bo'ladi. Chunki ota-onadan misol qiling, ota-onani 5 ta farzandi bor va bir farzandi boshqa farzandlariga hasad qiladi, yomonlik qiladi, bir nimalar qiladi, yomon ko'radi, tanqid qiladi. No, o'sha ota-onani farzandi 5 ta farzandi ham o'ziga aziz va ularga azob berayotgan farzandini ulardan ustun qo'ymaydi. Xuddi shunaqa Allohga har bir bandasi unga aziz. Shu uchun kimnidir muhokama qilayotganingizda u birinchi navbatda Allohning bandasi ekanligini esingizdan chiqarmang. Va Alloh hamma narsani bilib turib, u inson bilmayapti. Alloh bilib turibdi va bu narsa sizga qaytib keladi. Va bu bumerang qonuni, ya'ni qaytish, aks etish, yana qaytib o'zingizga qaytib kelish, qaytar dunyo deyiladi bu. Qur'oni Karimni bir boshdan qayta o'qib chiqqaningizda ko'p narsalarni anglab olasiz va uni ichiga chuqur kirish uchun psixologiyaga kirishingiz kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni esingizdan chiqarmang. Ko'p narsalar insonni esidan, yodidan chiqib ketyapti. Allohni unutishyapti. Pul uchun ko'p narsadan voz kechish, yomon yo'llarga yurish hech qachon sizga yaxshilik olib kelmagan va kelmaydi ham. Demak, yozib chiqasiz. Men mana shu sayohatga boraman, bora olaman. O'zimga tilla taqinchoq olaman yoki mana bunaqa qilaman, uyimga mana bunday qilaman, maza qilib yashayman yoki yetim yesirlarga ehson qilaman, ota-onamga pul berishim mumkin deb yozib chiqing. Nimani qilayotganingizda xursand bo'lsangiz shuni yozing. Hozircha yetim yesirlarga berishdan xursand bo'lmayapsizmi? O'zingizdan orttira olmaysizmi? Yozmang. Faqatgina o'zingiz xursand bo'la oladigan narsalarni yozing. Yozib chiqing, ongozingiz bilsin. Men $1000 olib kelsam, menga ham qanaqa xursand bo'ladi va bunga bu nimaga kerak ekanligini u bilib olish kerak. Va kelayotgan paytida mana shu berayotgan, yozgan narsalaringizni qilishga harakat qiling. Faqatgina shunday deb pul kelgandan keyin yana boshqa rejimga o'tib ketmang. Demak, ikkinchi praktikamiz shundan iborat va uchinchi praktikamiz biz hayotimizni yomon narsalardan, yomon o'y-fikrlardan tozalab olishimiz kerak. Kerak emas bo'lgan programmalardan tozalab olishimiz kerak. Kimgadir yomonlik tilash, hasad qilish, mana shu narsalardan tozalab olishimiz kerak. Bu bizani ichimizdan yemiradi va bu juda ham katta bizga to'sqinlik qiladi. Demak, ikkita darsimda ikkita texnikani aytib o'tdim. Yana 3 ta texnikani aytib o'taman. Mani kuzatib boring. Like va podpiska, albatta kommentariyga yozib qoldiring. Eng chiroyli kommentariy yozgan insonimizga men bepul darslarimni taklif etaman. Qaysi biri, qaysi kursni olishlarini o'zlari hal qiladilar. Demak, obuna bo'lishni unutmang. Barcha darslarimni kuzatib boring. Eng kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Ko'pchilik psixologlarimiz 1 soatlik, 2 soatlik konsultatsiyasida 1 millionlik, 2 millionlik, 7-10 millionlik konsultatsiyalarda aytib o'tadigan fikrlarni meni bepul darslarimdan olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.